Hürmetli vatandaş, bugünkü şiyelerimiz ve muhakeme. Bugünkü islaha 2023 yıl 7. ayının 20 neçinci günü, 3. günü vatandaşım. Hepteki yekşembe Likşiye sözdeyimiz, Likşiye'nin Washington'dan sözdeyimiz. Vatandaşlar. Likşiye'de sıracı roze. Bugünkü vaziyetimizin eşya hürmetli vatandaş. Birinci olup Ukrayna tünügülleten Krimiye hücum qilganligini e'tirof qildi. İkincisi hazır xaberde Ukrayna askeri qismlari çaşma bomba. Bu bombani ayeti zarbi berish dairesi keng dairlik bomba ekan. Buni hozir Rossiya urush maydonida ishiltib qolmay. Uni hozir Rossiyaning zaminiga, ya'ni Rossiya territoriyasiga qartab etishga boshlaganligi keldi, yetib keldi bugun xabarda vatandaş. Onundaki aralıkta iki xil görünüş. Biri 22. günü tünügün Vladimir Putin prezident söhbet bayan kılıp hazır Polşa armiyasının tayyorlik qilayotganligini, agar kimdi-kim Belorussiyaga hücum qilib kirdigan bo'lsa, o Rossiyaga hücum qilib kirganlik bo'ladi. Anda Polşa'nın vaziri Morawiecki bir sözünü ağızga ilip etti. Bundan burunki mesela 2. Dünya Uruşu mu 39. yılı mı? Polşa'nın ofitser jangchilarini Stalin birlep 20 mingdek ofitser jangchilarini etip öldürgen edi. Bugün Polşa'nın vaziri şu meseleni ağızga aldı. Kateri normallığı. Şundak öldürülgen dep. Aralıkta insan zade kandak devamlı bekutlaşıp yüreğimde kandak konulmaydı. Kaçıncı yıllardı şu? 2008 mi? 2009 mu? Ondan kim mi? Aralıkta yani şu Polşa'nın şu vakitteki veziri bir ayrı plan özden hizmetdaşları, iştaşlarını kaçılıp bir ayrı plan kaçılıp Rusya'ya diplomatik sefer bile yetip geldi o vakitte. Del bu ayrı plan yani şu katerin ormanlığının üstüde hadiseye uçurap üzüdün üzüge hadiseye uçuraplı ormanlık düşüp gitti vatandaş. O ayrı plandaki bütün adamlar kaza kıldı. Mesela Rusya Polşa oturusu tarihi şu nadamet ve öçmellik bulup durganda Rusya'nın Polşa vezirinin yana ayrı plan olturup Rusya'ya kildiği ve Rusya bilen diplomatik sahalarda sözü çıkan sözü nim bolguydu dep qarız. Bugün Morawiecki bunu ağızganmaptı ama keyin ayrıpıla vakası kaza kılgan Polşa'nın sabık vezirini ağızganmaptı ama Stalin devirdeki Katerin ormanlığa da öldürülgen 20 mingdek Polşa'nın ofitser jangchilarının hatırkını da hatırlagendek ağızga aptı. Anda Federatsiya Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin'in aytishicha hazır Ukrayna'nın g'arbiy qismi mesela Litva bilen Polşa hazır asker toplap Ukrayna'nın g'arbiy qismiga hücum qilishi mumkin. Bu paraz, yani Vladimir Putin'in parazı mı veya ki şunda uçurmuğunu kurulmaydı vatandaş. Lekin bunun hikayinde bir gap bu, haqiqiy gap bo'lib qolmasın. Germaniyanın devlet müdafiye ministeri Piritosma bu adam şundak depti, biz NATO'da Polşa'nı kollayımız. Polşa NATO'nun şarkı kanatını kollaydigan devlet degendek şundak bir ağız gapni qipti. Bu gap del prezident Vladimir Putin bilen yukarı Polşa'nın vezir oturusida diyalog, yukarıdaki diyalog yoki bir yerga o'ltirib emas.
matbuot orqali qilayotgan dialogning ustiga Germaniya davlat mudofaa ministerining bu so'zni qilishi Ukraina Rossiya urushida bir o'zgarish bo'lamdi nima degan savolni o'tirg'i chiqarib qo'ydi vatandosh. Bu savol shundaqda nima bo'ladi? Masalan, oqibatni inson tasavvur qilolmaydi. Lekin hozir Ukraina endi bu qatim bugun latin hozir chashma bomba bilan Rossiya zeminiga hujum qilgan yoki bomba tashlagan bo'lsa, masalan, qaytarma hujumni jiddiylashtiradigan bo'lsa, balki keyingi vaziyatni yani siz bilan biz ko'ramiz vatandoshlar. Endi hozir bir xabar sizlarga bugun yetkazgan xabarimiz dastlabda boshda bir abzas so'z deyli, bir abzas so'z turkilarga o'xshash, lekin shakli boshqacha. Biroq shu narsaga diqqat qiling, hozir YouTube'ning to'g'ri bitirmish bizga uchrab turadigan YouTube'ning betida kelayotgan bu xabar qayta balki bosh xabar qilib qo'yib qo'yilyotdi endi ustiga. Bosh xabar qilib chiqib qo'yilyotdi. Shakli o'xshash bo'lmasa mazmuni o'xshash, shaklida farq bor. Bugun bundoq deb vatandosh. Masalan, ekranda halqaliq paytlarning ekranda 5 minut ichida Changjiang deltasini 3 delta Changjiang deltasi qaysi Guangdong, Guangzhou shunaq bir davlatlar nima? Shuna bir o'lkalarning qo'shilish joyi. 5 minut ichida Changjiang deltasini kom qilamiz. 30 kun ichida Amerikaning 800 ming kishilik askariy qismlarini urush oldingi sepiga o'rinlashtira olamiz. Jungoning ozodlik armiyasi inkasmo qaytarishga ulgurmaydi. Halqaliq paytlar atgan tayyorlagan tem 27 minut ilgari 7-oyning 23-kuni YouTube. Bu bir mazmunda xilma-xil shaklda kayni kelyotdi. Bu vaziyatning bir xil yuzlanishimi qandaq? Tasavvuringizni qoldirdim, efendim. Endi yana bir mavzu, yana Vladimir Putinga Ukraina urushi munosabatlik. Yo'q, bunday emas ekan. Bu Vladimir Putin bilan Jungoning munosabatiga bog'liq. Mavzu endi kemidan sakramasam ulgurolmaysan. Mavzular xabar 7-oyning 22-kun Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya armiyasi Ukrainaning Odessa dengiz portini 3 kun bombardimon qilish jarayonida. Jungoning Odessa turishli konsulxonasining binolarini ziyonga uchratdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi bu to'g'rida bir og'iz gap qila olmadi. Ukraina prezidenti Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Jungoga eksport qilinadigan 60 ming tonna yezigilik mahsuloti, balki bug'doy qo'noq Rossiya armiyasi tarafidan ko'kim talqon qilindi. 60 ming tonna bug'doy qo'noq davran bu Jungoga eksport qilingan, Jungo import qilingan, tayyorlab qo'yilgan yezigilik mahsulotini bu qatim shu bombardimon qilishda Rossiya armiyasi ko'kim talqon qilib etdi. Bu to'g'rimi Jungo hukumati zuvon surmadi. Hech bo'lmaganda bir og'iz afsus demedi. Afsusmi demedi. Qaraganda Jonanxay Rossiya bilan adaqcha do'st bo'ladigandek ko'rinadi. Lekin dunyoning vaziyati shundoq bo'layotdiki, Rossiyani g'arb dunyosi chetga qiqibla qolmay, hatta biron Rossiyani qo'llagan davlatlarmi Vladimir Putindan yiroqlashishga boshladi. Davlat sirtidagi obzorchi Jo'shoqoy tahlil qilib bunday ko'rsatdi vatandosh. 7-oyning 19-kuni Janubiy Afrika prezidenti mundaq dedi. Rossiya prezidenti 8-oyda Janubiy Afrikada o'tkaziladigan 5-6 kesak davlat yig'iniga qatnashmaydi. Demak, prezident Vladimir Putin o'zi qatnashishni rad qildi.
yoki Janubiy Afrika davlati Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Janubiy Afrikada o'tkazilgan 5 oltin kesak davlatlar yig'iniga qatnashmasligini Janubiy Afrika hukumati o'zi belgiladi desam bo'ladi hozirgi hisobda. Chunki Gaaga sud kollegiyasi qatnashgan davlatlar bilan Janubiy Afrika bu davlatning munosabati quyuq ekan vatandosh. Shunglashqa bu Janubiy Afrikaga besim ishlatib, Gaaga sud kollegiyasi a'zo davlatlar besim ishlatib, Prezident Vladimir Putinni qo'lga olsa degan. Burunda Janubiy Afrika hukumatining qarori qatnashtirmaslik, yig'inga keltirmaslik. Balki Prezident Vladimir Putinning o'zimi yig'inga kelmasligi mumkin. Bunday ahvolda bu ketdimi? Ikkinchisi hozir Rossiya bilan Eronning o'rtasidagi munosabatmi jiddiylashib qoptidak. Biroq hozir Türkiye prezidenti Erdoğan yaqindan beri xalqaro jamiyat uchun aytganda aktiv faoliyat qildi. Biri Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastlabda yo'q dedi, keyin ma'qul dedi. Uning keyinda Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishi dal NATOning yig'ini bu qadam Litvada echilayotgan paytda qo'shildi. Shvetsiya NATOga a'zo bo'lib kirdi. Balki shu yig'inning oldi keyinida Turkiya Ukrainaning yana NATOga a'zo bo'lib kirishini qo'lladi. Demak, bu maydondan, bu nuqtadan aytganda hammasi Rossiya Federatsiyasiga qaratilgan yiroqlashish. Ya'ni Turkiya hukumati Rossiya Federatsiyasi davlatidan va prezident Vladimir Putindan yiroqlashish degan. Mushundaq ahvol asli tuğan hozir qo'yilgan, yuqorida qo'yilgan mavzuning o'zi nima desangiz, burun Rossiyani qo'llagan davlatlar, masalan Eron, masalan Janubiy Afrika, shundaqla Turkiya Rossiya munosabati yaqingacha nihoyat yaxshi bo'lib kelgan. Hozir bu yomonlashmasligi mumkin. Biroq bu qarorni oldi degan gap bularning hammasi Rossiyaga foydasiz ishlar degan gap vatandosh. Endi Arliqda sizlarga bir qatam leksiyada bir nima dedim, esimda qilishni qaradingizda ochliq o'tkazayotgan. Masalan, Ukrainaga munosabat, Ukrainaning import va eksport so'risiga munosabatlik qaradingizda qatnayotgan barliq parxotlarni harbiy nishonga olamiz dedi. Rossiya bugungi xabarni, mush xabarni tayyorligicha shunda qardimki, mush xabarning ichida ba'zi gaplar og'izga chiqibdi. Nima desangiz, qardingiz hozir Turkiyaning qo'lidagi qardingiz. Ya'ni qardingizdagi qatnashni Turkiya boshqaryapti. Sen qanday qilib qardingizda qatnayotgan parxotlarga harbiy nishon munosabatida bo'lishing mumkin yoki harbiy nishonga ilishing mumkin? Bu savolni Rossiya tarafi qo'yibdi. O'shanda qaraganda Turkiya, Eron, Janubiy Afrika mushu davlatlar aslida qoid aytganda Turkiyaga yaqin va yoki mo'tadil diplomatik munosabatda bo'lib kelayotgan davlatlar. Endilikda Rossiyada yiroqlashdi deganda, biz hozir xabarda, qog'ozda ko'rayotgan, YouTube'da ko'rayotgan Ukraina Rossiya urushining istiqboli va hozirgi taraqqiyoti to'g'risi gaplar bir yerda qilib, endi amniy harakat bilan Ukraina Rossiya urushida bu urushning oqibati Rossiyaning foydasiga emas, Ukrainaning foydasiga hal bo'ladiganligi. Urush to'xtatgandimi shundoq bo'ladiganligini ko'rib olib bo'ldi. Chunki hozir Rossiya armiyasi iqtisodiy jihati bo'lsin, harbiy ishlar jihati bo'lsin, xalqaro diplomatiya sohasiga munosabatlarda bo'lsin, hammada hisobda yengilib kelyapti. Shunga yuqorqi davlatlar bu vaziyatni ko'rib yetib, o'zining qanday munosabatda bo'lishidan iborat Rossiyaga qanday munosabatda bo'lishidan iborat muhim masalada allaqachon o'zining maydonini to'g'rilab olgan bo'ldi vatandoshlar. Endi bu yerda biz bugun tilga olib o'tdik Rossiya bilan
nima Ukraina bilan Jungoning, Rossiya bilan Jungoning munosabatida qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Masalan, Shandong havdaydi, Shandong avom matkisi, Levning havdaydi, Levning avom matkisi, mushlarning motori, qurilish hammasi Ukrainadan keldi ekan Jungoga. Jungo uning ustiga Ukraina bilan harbiy qurol yaroqlar savdosida munosabati bor ekan Ukraina bilan. Uning ustiga Ukrainadan zo'r miqdorda bug'doy qo'noq import qiladigan munosabati bor ekan Jungoning bu savdo munosabatlari. Mushlarni qo'shqanda yuqorida aytdik 60 ming tonna bug'doy qo'noq tugadi, bombaladi. Jungoda hech qanday gap yo'q. Endi buningga bugun so'zlayli degandik, bir kuni vaqt kelganda so'zlaymiz. Zad Rossiya, Jungo Rossiyadan nima ish qo'rqadi? Rossiya mushundaq jiddiy paytlarda Jungoga ta'sir ko'rsatgidek ishlarni qilyapti. Nima ishqa? Masalan, mana bugun 60 ming tonna bug'doy qo'noq masalasi, konsulxona masalasi hodisadik eg'iz qoldik. Mushundaq vaqtda mushul qilganda Jungo hukumati nima uchun javob qaytarmaydi? Hozir bu xalqaroda bir savol, siz bilan bizda bir savol. Hozir mushu munosabati Rossiya munosabatini xalqaro jamiyat matbuotlar butunlay bilmagandek yoki shundan bir qiyofatda xabar qilyapti vatandoshlar. Bu yerda Jungoning qo'rqadigani Rossiyada uni kelib urush qilib qo'yib, bostirib qo'yib. Jungoni adaplamamdi degan o'ylab qo'ygani yo'q. Vatandoshim shuni bilib qo'yingki, bugun Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi Uyg'uriston masalasi, Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi shartnomalar masalasi, mushu narsalar o'rtaga chiqadigan bo'lsa, bu chatoq Xitoy uchun aytganda intayin chatoq bo'ladi. Bizga Xudo bir kun shunday urlashtirdi deb yashab kelyapmiz. Alloh xolisa, uning ustiga bu masalani bugun dal Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi Uyg'uriston masalasini kishilik huquq masalasi bugun ko'tarib chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlari oxiri 2021-yili 3-oyning 18-19 kuni Uyg'uriston masalasi Jungoning ichki ishi emas deb e'lon qildi. Sezgurmikan vatandosh, intayin sezgur masala bu. Shunga hozir bug'doyni bombalavasimi gap qilmayapti Jungo hukumati. Konsulxonni portlatibasimi yoki ziyon solsimi gap qilmayapti Jungo hukumati. Hozir jim afsus degan so'zni ishlatmayapti. Demak, boshda aytibdi-ku, Rossiya bilan adoq shu do'st bo'la olamsan deb. Ana shu keldi, vaqt shu keldi, vaziyat shu keldi. Shu buningda Jungo hech nima deyolmaydi. Lekin Rossiya orqa-orqadan bunday qilyapti. Rossiya Federatsiyasi prezident Vladimir Putinning Jungoga qaratgan pozitsiyasida bundan keyin qanchalik o'zgarish bo'ladi degan masalani siz bilan biz o'tirib qo'yamiz vatandosh. Chunki buni so'zlayotgan siz bilan biz. Hozir muhokama qilayotgan siz bilan biz. Dunyo bundan xabarsiz. Masalan, Rossiya Jungo o'tirib zodi nima masala bor? Nima ish qo'rqadi? Xitoy nima ish Rossiyadan qo'rqadi? Masalan, mana bu yerda. Savol mana bu yerda vatandoshlar. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari Alyaska suhbatida bu ish Jungoning hargiz Jungoning ichki ishi emas. Bu ish hatto bugun dunyoviy masala, xalqaro masala degan so'zni hargiz unutib qolmang vatandoshlar. Uyg'uriston masalasi bugun dunyoviy masala, xalqaro masala.